Fransis Ngannou Kamerunda qo'rqinchli yo'l transport hodisasiga uchragan. UFC og'ir vazn sobiq chempioni va PFL super chempioni Fransis Ngannou oqibatlari og'ir bo'lgan yo'l transport hodisasida ishtirok etgan. Kamerun onlayn nashriga ko'ra, hodisa bir hafta oldin Kamerunning Yaounde shahrida sodir bo'lgan, lekin aniq tafsilotlari noma'lum. Ba'zi manbalarda Ngannouning mashinasi 17 yoshli Ntsama Brigit Manuel bilan to'qnashgan mototsiklga urilgani, boshqalarida esa og'ir vaznli jangchi mototsikl haydab qizni urgani aytiladi. Ngannou jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatib, shifoxonaga olib borgan va davolanish xarajatlarini qoplagan, biroq ko'p sonli singan suyaklari bo'lgan qiz operatsiya paytida vafot etgan. Hozirda hodisa aniq tafsilotlarini aniqlash uchun tergov ishlari olib borilmoqda. Jangchiga yaqin manbalar Fransis Ngannouning voqeadan chuqur ta'sirlanganligi va jabrlanuvchi oilasiga yordam berishga harakat qilayotganini ta'kidlaydi.